Yahudlar o'zlarining buyuk davlatini tikkalash yo'lida Falastinning G'azzo sektorida va Livanda juda katta qatliamlar amalga oshirdi. Bu yerda aksari yosh bolalar, ayollar va qariyalar bo'lgan minglarcha musulmonlarni shahid qilishdi. Yahudlar bugun o'z davlati yo'lida yosh bolalarni ham qatl qilishdan qaytishmayapti va o'z g'oyalari, o'z aqidalari yo'lida o'limga ham rozi bo'lishyapti. Bilasizlarki, G'azzo sektoridagi shiddatli janglar natijasida qancha yahudlar halok bo'ldi. Mana bu narsa ham ularni yo'ldan qaytardimi? Yo'q, ular o'ladigan bo'lsa ham, yetimlarni, ayollarni o'ldiradigan bo'lsa ham o'z g'oyalaridan, o'z yo'llaridan qaytishmayapti. Endi haq ustida bo'lgan, Robbisi Alloh bo'lgan musulmonlarchi? Musulmonlar o'z dini uchun, qardoshlari uchun, mazlumlar uchun nima qilishyapti? Dini uchun jon berishyaptimi? Dini uchun moldan sarflashyaptimi? Dini uchun kecha kunduz o'ylanishyaptimi? Yo'q. Bugun islom ummati faqatgina o'zi bilan ovora, o'z qorni bilan ovora bo'lib qolgan. Shu sababli yahudlar xohlaganicha musulmonlarni qatliam qilyapti va albatta G'azzodagi musulmon qardoshlariga yoki boshqa mazlumlarga yordam berayotgan musulmonlar ham bor. Ular qo'lidan kelayotgan yordamlarni G'azzodagi musulmonlarga ulashtirishyapti. Mana shunday ehsonkor aka-uka opa-singillarimizning yordamlari bilan bugun G'azzo sektoridagi mazlumlar uchun yordam paketlari tayyorlab ularga ulashtirdik. Alloh taolo mana shunday ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Va mana bu amallari sababli Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham G'azzo sektoridagi og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga, muhtojlarga o'z yordamlaringizni ulashtirishni istasanglar, bizni aloqa manzilimizga chiqishlari mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda sizlarning yordamlaringizni ulashishda davom etamiz inshaalloh.